orqada argon svarka bo'lyapti hozir. Hidiga chidab bo'lmayapti. Jigarlar, bu noto'g'ri fikr. Argonni hidi bo'lmaydi. Metalli hidi bo'lishi mumkin. Chiqayotgan tutunni ko'rasizlarmi? Argon o'zi og'ir bo'ladi. Argon pastga tushadi. Suvga o'xshagan narsa bo'ladi. Argon og'ir bo'ladi. Argon chiqadi, pastga tushadi. U havoga chiqmaydi. Kislorod yengil bo'ladi. Argon og'ir bo'ladi. Bu narsani video qilib sharda ham ko'rsatib berganmiz. O'shaning uchun argonni hidi bor ekan deganlar. Balonni oldiga kelib shunda burningizga qo'yib ochib ko'rsanglar ham bor-ku, hid sezmaysizlar. Argonni hidi bo'lmaydi. Qotgan metalliklarni qanaqadirki qorishmasi bo'lishi mumkin. Ximik dabavkasi o'shani hidi chiqadi kuyganda. Metall o'zini hidi chiqadi kuyganda. Lekin argonni hidi bo'lmaydi. Bu narsani eslab qolinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan butun galaktika bo'yicha mashhur bo'lgan, eng mashhurlar ichida mashhur, zo'rlar ichida zo'r yog'ni o'zinglar bilasizlar. Xullas, argonni hidi yo'q. Boshqa gazlarni bilmadim. Argonni hidi yo'q. Bu narsani men sizlarga 100% garantiya beraman, jigarlar.